Pulis kam, lekin ishlashi mo'shni bo'lgan smartfon qidiryapsizmi? Videoga like bosib qo'ying. Men sizga bitta shunaqa model topib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, qo'limda Redmi Note 14 4G modeli. Smartfon 2025-yilning 10-yanvaridan sotuvga chiqishni boshladi. Sizlar maqtab kelayotgan iPhone va Samsung modellarida kabeldan boshqa balo ham chiqmaydi. Lekin Redmi modellarida hali ham full komplekt. Bosib o'radigan joyi lekin. Smartfonning ingichkaligiga e'tibor beramiz. Qanday qilib shunday nozik telefonga 5500 mAhlik batareyka sig'dirish mumkin? Prosta bomba. Siz legenda deb hisoblab kelayotgan iPhone 11 ning displeyi IPS bo'lib turgan bir paytda budjetli bo'lgan smartfonimizning ekrani AMOLED hamda tezligi 120 Hz. 108 megapikselli kameraga nima deysiz? Full HD 60 fps li videogachi. Smartfonimizning prosessori MediaTek G99 Ultra. Bundan oshig'i bo'lishi mumkin emas. Hozirgi kunda bu smartfonimizning bozordagi narxlari $150 dan $185 gacha sotilyapti. $150 smartfonning ichiga shuncha narsani tiqib tashlashibdi. Qoyilmisiz? Videoni budjetli hamda mo'shni smartfon istab yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.